sizda biznesingiz bor, lekin rivojlanmayapti, o'smayapti. Ya'ni bitta joyda qotib qolgan. Yoki yangi biznes boshlagansiz, muammolar juda ham ko'p, qaysi biridan boshlab hal qilishni bilmayapsiz. Agar shunaqa holat bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki videoda sizlar bilan qanday qilib o'sish nuqtasini aniqlash, ya'ni biznesni keyingi darajaga olib chiqish yoki bo'lmasam qaysi muammodan boshlab birinchi hal qilish kerakligini ko'rib chiqamiz. Juda ham ko'pchilikda bor muammo nima? Ular biznes o'smayotganini bilib turadi, lekin rivojlantirish uchun nima qilish kerakligini bilmaydi. Ya'ni o'sha muammo nimadaligini aniqlashni bilmaydi. Bu xuddi misol uchun shifokorning oldiga borib, men kasalman, mazam yo'q deyapsiz. Shifokor so'rayapti, qaytingiz og'riyapti, nima muammo desa, yo'q, prosta meni mazam yo'q deyapsiz. U sizga hech qanaqa yordam bera olmaydi. Chunki agar misol uchun sizni aniqlashtirmasdan, muammoni aniqlashtirmasdan siz davolashga harakat qilsa, deylik, siz boshingiz og'riyotgan bo'lsa, u sizni qoningizni davolab qo'yishi mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lgani, muammoni aniqlamasangiz, uni yecha olmaysiz. Birinchi o'rinda muammoni hal qilish uchun uni yechish kerak. Deylik, biznesingiz o'z-o'zidan rivojlanmaydi emas. Rivojlanmasligiga qanaqadir sabab bo'ladi, qanaqadir muammo bo'ladi. O'sha muammoni topib to'g'rilaganingizdan keyin biznes rivojlanishni boshlaydi. Yoki bo'lmasa biznes boshlaganda juda ko'p, endi boshlaganlarda bo'ladigan holat, ko'p narsani o'zi qilish kerak, ko'p muammolar bor. Qaysi birini qilish kerak? Qaysi biri birinchi muhim o'rinda turadi? Shuni aniqlashni bilmaydi. Shuning uchun ham bugungi videoda mana shu narsani sizlarga tushuntirib beraman. Endi o'zi tushunishingiz uchun 3 ta narsa bor. Biznesni o'stirish uchun 3 ta asosiy omil ta'sir qiladi. Birinchisi bu miya. Ya'ni tadbirkorning miyasi. O'sha biznes egasining o'zining miyasidagi narsalar. Bular haqida hozir men sizga tushuntirib beraman. Ikkinchisi bu biznes. Biznes deganda nima nazarda tutayotganimni ham hozir tushuntirib beraman. Uchinchisi bu instrumentlar. Instrumentlar. Mana shu 3 ta narsani biz hozir ichiga detalli kirishni boshlaymiz. Demak, birinchisi, ko'p holatlarda juda ham ko'pchilikning o'solmasligiga sabab, asosiy sabablardan biri bu biznes egasining o'zi. Ya'ni biznesdagi muammolar emas, uni miyasidagi, shaxsiyatidagi muammolar. Endi bunga nima kiradi? Bu o'sha lichniy, shaxsiy samaradorlik. Birinchisi shaxsiy samaradorlik. Ya'ni o'sha biznes egasi vaqtini nima bilan o'tkazyapti? Vaqtini to'g'ri boshqara olyaptimi? Energiyasini to'g'ri boshqara olyaptimi? Fokusini to'g'ri boshqara olyaptimi? Kerakli narsaga fokus ajratyaptimi? Ya'ni misol uchun sizda ko'p muammolaringiz borda, siz hammasidan ozgina harakat, muammoni hal qilishga harakat qilsangiz, hech qaysi biri hal bo'lmaydi. Siz deylik eng yuqori natija beradigan Pareto qoidasini bilamiz, to'g'rimi? 80 ga 20. O'sha sizga 80% natijani beradigan asosiy 20% narsani aniqlab turib, o'sha narsaga fokus qaratishingiz kerak. O'sha narsani ustida ishlashingiz kerak. Ya'ni bu birinchi o'rinda o'sha tadbirkorni nimaga vaqti va energiyasini sarflayotgani. O'zingizga savol bering, nima bilan kuningiz o'tyapti? Mana biznesingizda muammo bor yoki o'smayapti, rivojlanmayapti, o'shanga fokus qaratyapsizmi? Vaqtingizni, energiyangizni o'shanga sarflayapsizmi yo'q? Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu убеждениялар, ya'ni o'sha bizni miyamizdagi qat'iy noto'g'ri ishonchlar. Ishonchlar deylik, noto'g'ri ishonchlar. Misol uchun, biz o'ylashimiz mumkin, yiliga $1 million oborot qilyapmiz, bo'ldi, 5 millionga chiqa olmaymiz. Ya'ni sizning miyangizda cheklov bor. Yoki bo'lmasa, men oyiga $1000 pul topyapman, $10,000 topish bu biznesimni neriya topib bo'lmaydi degan cheklov bor. Yoki hozir men pul topganim bilan uni saqlab qola olmayman. Ya'ni hammamizda qanaqadir убеждениялар bor. Bu yomon degani emas, просто ularning ustida ishlash kerak. Sizga to'sqinlik qilayotgan narsa. Misol uchun, meni deylik bitta tanishim bor. Biznes boshlagan. Kichkina biznes. 2 yil oldin borib gaplashganimizda qanaqa bo'lsa, hozir 2 yildan keyin xuddi shunaqa. Nimaga? Uni miyasida shunaqa tushuncha borki, uni yo'nalishda uni katta biznes qilib bo'lmaydi. Pul tikib rivojlantirib bo'lmaydi. Pul tikkani bilan u kattalashmaydi. Ya'ni shunaqa miyasida ishonchi, qat'iy ishonch bor. Unga deylik qo'liga pul berib qo'ysangiz ham, komandani berib qo'ysangiz ham boshqara olmaydi. Chunki uni miyasida noto'g'ri ishonch bor. Shuning uchun ham sizning miyangizda shu biznesingizni o'sishiga to'sqinlik qilayotgan qanaqadir noto'g'ri ishonchlar bormi? Baribir bo'lmaydi, baribir o'xshamaydi, buni qilishdan foyda yo'q, hali qilib turmasdan turib buni o'xshamaydi degan sizda qat'iy ishonchlar bormi yo'qmi? O'shalarning ustida ishlashingiz kerak. Va uchinchisi bu atrof muhit. Atrof muhit. Ya'ni atrof muhitingizda qanaqa insonlar? Agar atrofingizdagilar
deylik, sport bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lsa, siz sport bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Agar atrofingizdagi insonlar biznes bo'lsa, siz biznes bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Atrofingizdagi misol uchun marketing bo'lsa, marketingni chuqurroq fokus qaratishni boshlaysiz. Agar atrofingizda sotuv bo'limini zo'r boshqaradigan odamlar bo'lsa, o'z-o'zidan siz biznesingizdagi sotuv bo'limi kuchayishni boshlaydi. Nimaga? Chunki sizga o'sha miyangizga ma'lumotlar kirishni boshlaydi. Shuning uchun ham siz deylik xohlayapsiz $1 million chiqishni yillik. Yoki bo'lmasa yiliga $100,000 pul topmoqchisiz. Oyiga $10,000 topmoq. Farqi yo'q. Xuddi shunaqa odamlar atrofingizda bormi yo'qmi? O'shani doimiy nazorat qilib borishingiz kerak. Mana shu 3 ta narsaga agar usta ishlaydigan bo'lsangiz, demak biz birinchi qismni to'g'riladik. Agar bularda muammo bo'lsa, keyingi biznes instrumentlarga o'tishdan foydasi yo'q, natijasi bo'lmaydi. Bu ikkita narsaga fokus qaratishni. Demak, birinchisi shaxsiy samaradorlik, o'zimizni, vaqtimizni, energiyamizni nimaga sarflayotganimizni, fokusimizni nimaga sarflayotganimizni tekshirishimiz kerak. Ikkinchisi, bizda qanaqadir noto'g'ri ishonchlar yo'qmi? Qilib bo'lmaydi, o'xshamaydi baribir, foydasi yo'q degan narsalar bo'lsa, ularni ustida ishlash kerak. Buni zo'r yo'li, buni ustida ishlashning yo'li. Atrof muhitni o'zgartirish orqali. Misol uchun, menda shunaqa narsa bo'lgan, bundan 5 yil oldin oyiga $3-4 ming sotuv qilardim va menga nerealida $100,000 sotuv qilish. Bir oyda $100,000 pul ishlash, ya'ni sotuv qilish nerealida. Lekin men shogird bo'lib bitta kompaniyaga ishga kirdim. Bu yerda kelishim bilan birinchi oyning o'zida $100,000 sotuv bo'ldi. Bo'ldi, meni miyamdagi hamma oldingi ishonchlarim buzilib ketdi. Xuddi meni yo'nalishimda boshqa inson $100,000 pul ishladi. Tasavvur qilyapsizmi? O'sha bo'ldi, meni oldingi ishonchlarim birdaniga buzilib ketdi. Nimani hisobiga? Chunki men atrofimdagi muhitimni o'zgartirdim. Oldingi odamlar bilan emas, yangi odamlar bilan yurishni boshladim, yangi komandaga qo'shildim. U yoqda mendan kuchli insonlar bo'lgan, allaqachon men xohlagan narsaga erishgan odamlar bo'lganini hisobiga o'zi bo'ldi, mendan noto'g'ri ishonchlar yo'qolib ketdi. O'shaning uchun noto'g'ri ishonchlar bilan ishlashning eng zo'r yo'li bu atrof muhitni o'zgartirish. Buni qilganingizdan keyin biz demak ikkinchi biznesga o'tsak bo'ladi. Biznesdagi eng muhim narsa nima? Misol uchun bu nisha. Nisha tanlash. Ya'ni shunaqa bizneslar bor, shunaqa biznes deylik mutaxassislar bor, odamlar bor, marketingni zo'r biladi. Deylik, sotuvni yaxshi biladi, jamoasi bor, puli bor, hamma narsa bor, lekin biznes o'smayapti. Katta ehtimol bilan bu noto'g'ri nisha tanlaganingiz hisobiga. Shunaqa bozorlar bor, misol uchun bo'lsa, siz undan o'sha bozorni nima deydi, cheklovidan o'tib keta olmaysiz. Deylik, u yoqda bozor hajmi $1 million yiliga. Siz $10 million qila olmaysiz u yo'nalishda, u nishada, u bozorda. Shuning uchun birinchi o'rinda siz to'g'ri nisha tanladingizmi? Rostdan ham o'sha bozorda hajmi bormi? Deylik, o'sha bozorda siz xohlagan summani qila olasizmi? Odamlarda ehtiyoj bormi? Talab bormi? O'sha muammoni yechimi uchun odamlar pul to'layaptimi o'sha? Allaqachon pul to'layotganlar bormi? Ya'ni raqobatchilar bormi? Shu narsaga fokus qaratishingiz kerak. Yoki bo'lmasa farqi, kasbda ham xuddi shunaqa. Deylik, siz yangi kasb o'rganmoqchisiz. Misol uchun, content maker, to'g'rimi? Content maker bo'lmoqchisiz. Rostdan ham hozir content makerlar bormi bozorda? Pul topayotganlar bormi? Necha pul topyapti? Necha pulgacha eng qimmati necha pul topyapti? Eng arzoni necha pul topyapti? Ertaga bu ish bilan shug'ullansangiz 1-2 yildan keyin pul topa olasizmi yo'qmi? Yoki bo'lmasa siz sun'iy intellekt almashtirib yuboradimi o'rningizni? Chunki hozir sun'iy intellekt ham birdaniga deylik 100 ta, 200 ta, 300 ta istalgancha ishlab chiqarib bera oladi. Sekin qaysidir kasblar yo'qolib, o'rniga yangi kasblar kiryapti. Ya'ni agar siz hozir yo'q bo'layotgan kasb tanlab qo'ysangiz, 1 yildan keyin katta ehtimol bilan pul topa olmasligingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, yo'q bo'lib ketayotgan biznes yo'nalishiga kiradigan bo'lsangiz, nishani tanlaydigan bo'lsangiz, 1 yil o'tib, 2 yil o'tib, siz biznes faqat pastga qarab yurishni boshlaydi. Nimani hisobiga? Bu o'sha odamlarda bu narsaga talab yo'q. Shuning uchun birinchi o'rinda to'g'ri nisha tanlaganimiz yo'q. Ikkinchisi, bu noyob taklif. Ya'ni biznes o'smayotganiga sabab bu prosta taklifingiz kuchsiz. Birinchisi, shu noto'g'ri bozor tanlagansiz, noto'g'ri nisha tanlagansiz. Agar to'g'ri bozor tanlagansiz, to'g'ri nisha tanlagan bo'lsangiz, uni qanday qilib tekshirasiz? O'sha bozorni o'rganish orqali, ya'ni hajmi qancha, boya aytganimdek, qancha sotuv qilyapti, raqobatchilar bormi, o'zi katta pul topayotganlar bormi? Ha, bor bo'layotgan bo'lsa, unda nimaga menda sotilmayapti? Chunki prosta sizda noyob taklifingiz yo'q. Nimaga odamlar boshqalarga emas, aynan sizdan sotib olishi kerak? Juda ham zo'r savol, mana shu o'tirib o'zingizga savol bering. Nimaga odamlar boshqalardan emas, sizdan sotib olish kerak? Nimaga siz mahsulotingizni sotib olish kerak? Nimaga siz xizmatingizni sotib olish kerak? Nimaga aynan sizga pul to'lash kerak? Mana shu savolga javob berish kerak va noyob taklifni ustida ishlash kerak. Men hozir mana umumiy hammasini tushuntiryapman.
buni ichiga kirib o'z ustida ishlashingiz mumkin. Deylik, deylik, meni nisham o'zi to'g'rimi yo'qmi? Kirib o'rganasiz. Sun'iy intellekt bilan, ChatGPT bilan gaplashasiz. Qanaqa qilib meni nisham to'g'riligini tekshirsam bo'ladi. Kirib o'zi ChatGPTga maxsus savollar beradi. Savollarga javob berish orqali yoki bo'lmasam qanaqadir tanishlaringiz, sizdan qator biznes qilgan tanishlaringizga borasiz. Nisham to'g'rimi yo'qmi? Meni taklifim, noyob taklifim mana bunaqa, to'g'rimi o'zi yo'qmi? Bu o'zi noyob taklifmi yo'qmi? Ya'ni o'sha sun'iy intellekt orqali va tanish biznes egalaringiz, atrof muhitingizdagi insonlar bilan gaplashib, mana shu joyga urg'u berishni boshlaysiz, to'g'rilashni boshlaysiz. Endi agar to'g'ri bozor tanlagan bo'lsangiz, to'g'ri nisha tanlagan bo'lsangiz, to'g'ri noyob taklifingiz bo'lgandan keyingina bizga instrumentlar, ya'ni o'sha marketing, sotuv, to'g'rimi? Deylik, mijoz narxi, misol uchun lidlar soni, bularni ustida ishlasangiz bo'ladi. Yana men tushuntiraman. Siz miyiz ustida ishladingiz, hammasi joyida, nisha tanlagansiz, nishani ham o'rganib chiqdingiz, bozor bor, odamlar pul to'layapti, raqobatchilar bor, noyob taklif ishlab chiqdingiz, odamlar sotib olyapti. Endi nima muammo bo'lishi mumkin? Prosta lid soni kam. Deylik, siz o'zingiz xohlagan summaga chiqishingiz uchun oyiga 1000 ta zaifga kerak. 1000 ta lid tushishi kerak. Sizda deylik 500 ta tushyapti. Shuning uchun 2 barobar sotuvlar kam. Sizni qilishingiz kerak bo'lgan narsa prosta instrumentlarni ustida ishlash. Nima qilsam yoki qaysi joyga reklama bersam menga 2 barobar ko'proq zaifga kelishni boshlaydi. Yoki zaifkalar yaxshi, odamlar qiziqish bildiryapti, lekin sota olmayapsiz. Nimani hisobiga? Shunchaki sotuv bo'limingiz kuchsiz. Uning uchun nima qilish kerak? Demak, sotuv bo'limiga fokus qarataman. Juda ham oson. Va buni muhimlik darajasi birinchi bu, ikkinchi bu va uchinchi bu. Instrumentlar zo'r bilganingiz bilan agar noto'g'ri nisha, noyob taklifingiz noto'g'ri bo'lsa yoki noto'g'ri nisha tanlagan bo'lsangiz yoki miyangizda qanaqadir atrof muhitingiz noto'g'ri bo'lsa, shaxsiy samaradorligingiz noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri ishonchlaringiz bo'lsa, bular foyda bermaydi. Yoki o'zingizda muammo bo'lsa, zo'r nisha tanlagan bo'lsangiz ham, noyob taklifingiz bo'lsa ham baribir foyda bermaydi. Shuning uchun muhimlik darajasi bo'yicha birinchi miyani ustida ishlash kerak, shaxsiy samaradorligingiz ustida ishlashingiz kerak, atrof muhitingiz ustida ishlashingiz kerak. Keyin biznes o'zi to'g'ri nisha tanladimmi, to'g'ri kasb tanladimmi, to'g'ri yo'nalish tanladimmi, taklifim o'zi to'g'rimi, boshqalar emas, mendan sotib olishiga sabab bormi? Keyin ketdi. Misol uchun zaifkada muammomi yoki sotuv bo'limida muammomi? Keyin instrumentlarga chuqurlashsangiz bo'ladi. Hozir boya yuqorida aytganimdek, bu videodan maqsad sizni biznesingizni holatini qaysi joyda muammoligini aniqlashga yordam berish. Bularni ichiga kirsangiz yana juda ko'p narsalar bor. Misol uchun qanaqa qilib, deylik, shaxsiy samaradorlikni oshirish mumkin, qanday qilib to'g'ri nisha tanlash mumkin. Bularning hammasi juda katta mavzu. Agar qiziq bo'lsa, pastda izohlarda yozib qoldiring. Bu bo'yicha ham alohida videolar chiqarishga harakat qilaman. Agar qiziq bo'lsa, hozir siz qilishingiz kerak bo'lgan vazifa prosta videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin o'zingizga savol bering. Meni biznesimda yoki meni daromadimni oshirishga to'sqinlik qilayotgan narsa aynan qaysi qismda? Miyamdami, biznesdami, instrumentdami? Va o'sha narsani ustida ishlashni boshlang. O'sha narsaga fokus qaratishni boshlang. Ishoning, mana shu narsa bo'yicha ketadigan bo'lsangiz, 1 yil, 2 yildan keyin juda katta o'sish bo'ladi. Albatta, videodan olgan insaytlaringizni pastda izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.